Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqətinizə sunumuz. 8 avgust kuni Washingtondagi davlatlik axborot klubida Şərq Türkistan, Gilgit, Baltistan va Tibet vakillari bir yerga jam bo'lib, muhim yig'ilish o'tkazdi. Gilgit Baltistan duch kelayotgan siyosiy xiraslar bilan birga Tibet va Şərq Türkistanning davomlashayotgan mustaqillik ko'rishi duch kelgan masalalarni hal qilish uchun chaqirilgan bu yig'inga Şərq Türkistan sürgündü hükümetinin Taşqi işler ve Bexatarlik ministeri Salih Xudayar Efendimi qatnaşdı. Muzakira ve muloyizalar elib berildi. Salih Xudayar Efendi ve başkalar mustaqillik görüşünün nuqul kişilik hukuk meselesi emasligini, cho'nqur siyosiy, rayon ve yer shari bexatarligi ve erkinligiga ta'sir yetkazadigan cho'nqur jug'rafiyalik siyosiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Xalqning azob uqubatlarining orqasidagi o'rtaq sabab muloyiza qilinib, Xitoy jahongirligi va kengaymichiligi, tajovuzchilik bilan territoriyalik kontrollikni qo'g'lashish, xalqni egilik huquqidan mahrum qilib qolmay, irqiy qirg'inchilik va mustamlaka ostida qilish, kishilik huquq va erkinlikning keng ko'lamda daxlat ta'riziga uchrashini keltirib chiqardi deyildi. O'zaro hamkorlikni kuchaytirib, bu masalalarni hal qilish uchun texnik kuchli tashviqot olib berishning jiddiy ehtiyojli ekanligi ta'kidlandi. Şərq Türkistan ve Tibetning mustaqilligini asliga keltirish, vatanni asliga keltirish bo'lib qolmay, balki kishilik huquq, erkinlik va xalqning mavjudligiga kafolatlik qilishda intayin muhim. O'xshashla Gilgit Baltistanni Hindiston bilan jam qilish, Gilgit xalqining huquqi, erkinlikni qo'g'dash, kelgusiga kafolatlik qilishda muhim deyildi. Bu yig'in ma'lumotlarning ovozini birlashtirish va dunyo sahnasidagi o'rtaq nishonni ilgari surishdagi muhim bir qadamni ko'rsatdi. Yig'in ishtirokchilari birlikda Xitoyning kengayishiga qarshi turish, erkinlik va tinchlikda birga gullanadigan kelgusiga kafolatlik qilish uchun o'rtaq tirishganligini bildirishdi. Shivse Uyg'ur komiteti Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi dunyoviy harakat qo'llanishga chaqirdi. Shivse Uyg'ur komiteti xalqaro jamiyatning Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy qilmishlarining rayon jo'grafiyasiga ko'rsatgan ta'siri bilan yuzlashishga chaqirdi. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatining yakka voqea emasligini ta'kidladi. Shivse Uyg'ur komiteti 9 avgust kuni ijtimoiy axborot supsi X'da Shivseni o'z ichiga olgan xalqaro jamiyat Xitoyning Sharq Turkistondagi harakatining jo'grafiyalik siyosiy ta'siriga qachon uchraydi? Bu faqat kishilik huquq dafsanchiligila emas, yer shardagi kuch tanglikni qaytadan aniqlash uchun strategik planlangan harakat bo'lib, dunyo miqyosida mustabidlikning xatarlik ulgusini tiklaydi. Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi yakka hodisa emas. Bular Xitoyning O'rta Osiyoga bo'lgan ta'sirini va kontrolligini kengaytirish, bir balvoq bir yo'l tashabbusining muhim boyliqlari va strategik yo'llariga kafolatlik qilish uchun ko'rsatayotgan qasddan tirishchanlikdir. Bu iqtisodiy taraqqiyot tunini kiygan 21-asrdagi mustamlakachilik shakli bo'lib, butkul xalqni yo'qotish, yer shari hukmronligining texnik keng kun tartibida faqat bir izohatdir. Shivse xalqaro jamiyat bilan birlikda Sharq Turkistonning ishg'oliyati va Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qartilgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishi kerak. Xitoyning tekshirilmay ilgarilishiga yo'l qo'yish orqali dunyo bir davlatning yangi harakat andisini yoshirib qo'llaydi. Bu yerda kuch haqliq, irqiy qirg'inchilik siyosatini davlat bexatarligining ichki ishlari deb oqlashga bo'ladi. Dunyodagi inkoslar ojiz va parch-purot bo'lganlikdan boshqa mustabid hokimiyatlarni mushunga o'xshash taktikalarni qo'llanishga ilhomlantirdi. Amdiki masala dunyoning Xitoyning jinoyatini e'tirof qiladigan yoki qilmaydiganligida emas, balki bak kechikib ketmay harakat qilishiga jur'at qila olmaydiganligida. Yer shari tartibi bir o'tkaldi. U insonlarning izzat hurmati va qonun bilan idora qilish prinsipini qo'g'damdi yoki real siyosat va iqtisodiy manfaatning besimiga bosh egamdi. Shivse uchun tanlash aniq. Kishilik huquqni qo'g'dashda kuchli merosga ega davlat bo'lish sifati bilan u Xitoyning mas'uliyatini surishti qilishi kerak. Bu deganlik irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib qolmasdan yana o'xshash fikrdagi davlatlar ittifoqini jazolash, diplomatik yetim qoldirish va mas'ullarga qaratilgan xalqaro qonuniy harakatni qo'llash qatorliq konkret harakat qo'llanishga ilhomlantirdi. Bu faqat Sharq Turkistonliklarni qo'g'dashla emas, u xalqaro sistemaning qurilmasini qo'g'dash bilan munosabatlik. Agar dunyo hozir keskin harakat qo'llanmasa, u kishilik huquq va xalqaro hamkorlikdagi necha 10 yillik taraqqiyotni buzg'unchilik uchratishning ulgusini tiklaydi. Jimjitlik jinoyatga sherik bo'lgan dunyoda harakat qiladigan vaqt hozir.
Şərq Türkistanның kelgüsü, hətta yer şərvi tərtibinin kelgüsü bizning bu krizisqa bo'lgan o'rtaq inkasımızga bağlıq. Bu bizning qimmat qarshimizning sınıqı bo'lib qolmasdan, yana misli ko'rilmagan xiris oldida ularni qo'g'dash irodamizning sınıqıdır dedi. ANI xabar tori Shvetsiya Uyg'ur komitetining bu chaqiriqini 9 avgust kuni tafsiliy xabar qildi. Özünü akademik ve demokratiya faoliyatchisi deb tanıtgan Xitoy seshanba kuni Brooklyn Federatsiya sud mahkamasida josuslik jinoyati bilan ayblangan. New York vaqti xabar torining 6 avgust kunidagi xabariga qaraganda 75 yoshli Wang Shujun bosh taftishga xabar qilmayla chet el hukumatining vakolatchiligini qilgan deb ayblangan. Zastadlar ömiki yana tunulgan o'qituvchilarga Xitoy axborot organiga aloqa qilish uchurlari bilan ta'minlaganligi va Federatsiya qonun ijrochilariga bu plan haqida yolg'on so'zlaganlik uchun gunohkor deb hukm qilgan. Qarlug'uchilar Wangning 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini aytgan. Uning jazo muddati 9 yanvar kuni e'lon qilindi ekan. New York Sharq rayonining advokati Brian Pacey dalil isbot kishini hayron qoldirdi. Wang uning hurmat qilgan va ergashganlarga xiyonat qilishga tayyor degan. Təftiş məhkəməsi Wangni New York rayonida yashaydigan Xitoy fuqarolari haqida maxfiy uchur to'plab, uni Xitoy hukumatiga topshirib berdi deb ayblagan. Təftiş amaldorining aytishicha, Wang hukumat amaldorlari tarafidan Hong Kongdagi demokratiyani tashabbus qiluvchilar, Tayvan va Tibet mustaqilligini qo'llovchilar, shundaqla Uyg'ur faoliyatchilari qatorliq bo'lguncha deb qaralgan guruhlardagi kishilarni nishonlashga buyurilgan. Wangning delosi Amerikaning Brooklindagi advokatlik o'rnining muhim nuqtasi va Adliya ministrligining davlat halqagan bostirishni ayblashdagi bir qator tirishchanligi. Shuning bilan bir vaqtda bu Xitoy hukumatining qo'rqitish va parakandachilik selish orqali chet eldagi fuqarolarni kontrol qilish tirishchanligi bo'lib kelgan. Yana bir delo Manhattandagi bir binoda Xitoy hukumati uchun maxfiy soqchi punkt ochgan deb ayblangan 2 kishi ustidan sud etishga boshlagan. Şərq Türkistan sürgündü hükümetinin Tashqi ishlar ministri Salih Tayyar Efendi bu katta xoş xabar. Federatsiya tekshirish idorasidan o'zini olim, bilim insoni, faoliyatchi ko'rsatib, Xitoyga xizmat qilib, Sharq Turkistonliklarga ta'sir ko'rsatib, ularni kontrol qilib, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini buzg'unchilikqa uchirtishga tirishayotgan Xitoy jasuslarini tekshirishni talab qilamiz dedi. Xitoyning erkin dunyoga elib keladigan xavfiga sal qarashga bo'lmaydi. Katolik Asiya xabarlar jamiyati 6 avgust kuni e'lon qilgan Xitoyning erkin dunyoga elib keladigan xavfiga sal qarashga bo'lmaydi nomli maqolasida irqiy qirg'inchilik degan so'zga hargiz bo'sh yoki ehtiyotsiz muomala qilmaslik kerak. Uningda nihoyatda aniq qonuniy aniqlama bor. 1948-yildagi irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasida irqiy qirg'inchilik milliy, irq yoki diniy guruhini butunlay yoki qisman yo'qotish niyati bilan qilingan harakatlarni ko'rsatadi. Bu qilmishlar odam o'ldirish, jismoniy va ruhiy jihatdan og'ir ziyon yetkazish, jismoniy jihatdan butunlay yoki qisman ziyon yetkazish uchun guruhga turmush sharoitiga qasddan zarba berish, guruhga ichida tug'ilishning oldini olishni maqsad qilgan tadbirlar, guruhdagi bolalarni majburiy boshqa guruhga o'tkazishni o'z ichiga olgan bo'lib, tegi-taktidan aytganda butunlay yoki qisman yo'qotish niyati isbotlanishi kerak. Bu keng ko'lamlik o'ldirish deganlik emas, ammo u maqsadni ko'rsatadi. 1948-yildagi ahdnomaga asosan jazolanadigan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari irqiy qirg'in qilish suiqasdi, irqiy qirg'inchilikqa urinish, bevosita yoki oshkora jinoyat o'tkazish qatorliqlarni ko'rsatadi. 2 hafta ilgari Tokioda xalqaro diniy e'tiqod erkinligi boshliqlar yig'inida Amerikaning sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback Xitoyni 3 turlik irqiy qirg'inchilik bilan aybladi. U hozir Xitoyda 3 turlik irqiy qirg'inchilik olib berilmoqda. Dunyo bu dahshatli azob uqubat va Xitoy Kompartiyasining asosiy kishilik huquqqa daxli dars qilishiga ko'z yummasligi kerak. Demokratik davlatlar cho'qim kuchli bo'lishi kerak dedi. U ko'zda tutgan Xitoyning 3 turlik irqiy qirg'inchilik nishoni atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar, Tibetlar va Falun Gongchilardan iborat. Amerika ilgirki Trump hukumati va hozirgi Bayden hukumatida Uyg'urlarga qilingan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Bu qarorni Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo vazifaga o'tirgan oxirgi kuni chiqargan bo'lib, bir necha soat ichida uning varisi Antony Blinken qabul qildi. Angliya, Kanada, Gollandiya, Belgiya, Chex, Yevropa parlamenti va Amerika parlamentini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi bir qancha parlamentlarmi
Uyg'urlarga qilingan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Undan boshqa ba'zi mustaqil sud kollegiyalari o'xshash natijani o'ttirg'a qo'ydi. Tibetni misolga olsak, 1959-yili Xitoyning Tibetga tajovuz qilishidan 10 yil o'tmayla Xalqaro qonunshunoslar komiteti tajovuz qilish va ishg'ol qilish qonunsiz irqiy qirg'inchilik yurgizishga qarata yuzlanish delosi bor deb yakun chiqardi. Shundan keyin o'tgan 65 yilda Tibetdagi vahshiyliklar davomlashdi. Bastırış faqat kuchaydi. Kam deganda 1 million Tibet balası oilasidan ayrildi. Kültürü ve dini e'tiqodidan mahrum qilindi. Tilida so'zlash cheklandi va Tibet kimligi inkor qilindi. Xitoy boshquradigan yotoqliq maktablarga oz deganda 1 million Tibet balasining majburiy yetkilish to'g'risidagi paketlar kun sayin ko'paymoqda. Irqiy qirg'inchilikning konkret aniqlamasining biri guruhdagi bolalarni majburiy boshqa guruhga yetkazish. Buning irqiy qirg'inchilikdan boshqa hech qanday izohati yo'q. Ondan keyin Falun Gongchilarga qarata to'xtamay qo'lga elish, turmaga tashlash va qiynash. Organ yig'ib-olishdek vahshiy ziyonkashlik odatlari bor. Oldi bilan Uyg'urlarga kelsak, hozir irqiy qirg'inchilik Amerika hukumati tomonidan e'tirof qilindi. Irqiy qirg'inchilikning Amerika hukumati tomonidan o'tmishdagi va hozir mustaqil sud va har qaysi qonun chiqarish organlari tomonidan e'tirof qilinganligini ko'zda tutib, Xitoyni javobgarlikka tortish uchun nima ish qilish kerak degan savol haqida o'ylanish kerak. Tibetni unutib qolmaslik. Tibet Beyjingning bostirish va nazorat qilish qurollarini sinashdagi asli tajribaxonasi bo'lib, agar biz Xitoy Kompartiyasining qandaqligini bilmoqchi bo'lsak, cho'qim Tibetni bilishimiz kerak. Xalqaro jamiyat yana xalqaro sudning 1959-yildagi tekshirishini qaytadan echishi kerak. Balkim sudning o'zi boshqa xalqaro qonun tashkilotlari yoki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bugun Tibetdagi vahshiylikni tekshirishi mumkin. Dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar Xitoy sudining qarorini tekshirishi kerak. Balkim irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan yanama ilgarilgan holda tekshirishni o'ylashimiz kerak. Hech bo'lmaganda Xitoy sudining xulosasi va tavsiyalariga astoydil muomala qilish va harakat qilish kerak. Xitoyning boshqa yana xristianlarga ziyonkashlik qilish, erkinlik, demokratiya, qonun bilan idora qilish, Hong Kongda demokratiyani bostirish, Janubiy Mongoliyadagi bostirish va Xitoydagi o'qitishlarga zarb berish qatorliq qilmishlar mavjud bo'lib, davomli kuzatish, tekshirish, doklad berish, qarshi harakatga o'tishga arziydi. Uyg'ur, Tibet va Falun Gongchilarning qiyinchiligiga o'xshamaydigani bu boshqa og'ir kishilik huquq andishalari texi irqiy qirg'inchilik darajasiga ko'tarilmasligi mumkin. Ammo shu sababdan ular texmi og'ir darajadagi vahshiylik jinoyatining qurboniga aylanishdan ilgari harakatga o'tishga muhtoj. Irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga tuzitish kirgizilib, siyosiy sinf guruhlarni milliy, etnik, irq yoki diniy guruhlar bilan bir turga ayirish lozim. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning a'zo davlatlardagi tadbir belgilovchilar va advokatlar buni astoydil o'ylashi kerak. Xitoy va Koreya qonun bo'yicha ayblanadi. Bugungi dunyo davolg'ish va nurg'un tahdidlar ichida. Xitoydagi kishilik huquq krizisi va Beyjingning erkin dunyoga olib keladigan xavfiga sal qarashga bo'lmaydi. Bo'libmi Beyjingning Tayvanga bo'lgan tahdidi kun sayin kuchayyotidir. Irqiy qirg'inchilik va vahshiylikdan iborat bu uch jinoyatni tekshirib, jinoyatchilarni javobgarlikka tortadigan payt keldi deyildi. Tajovuzchilarning qalamkashlari va kanaylari. Uyg'unish harakati o'liklar dunyosiga nisbatan hayotlik elib kelsa, tajovuzchilik dunyosiga nisbatan xatar va og'ir tahdid elib keladi. Mustamlika qilingan ellarda uyg'unish uchqunlari o'tirg'a chiqishga boshlagan hamon tajovuzchilar mustamlika qilingan millatlardan o'zlariga sodiq xizmat qiladigan qalamkashlarni, darvishlarni va har xil qiyofatdagi josuslarni yetishtirishga boshlaydi. Mustamlika ideyasini qabul qilgan qalamkashlar, kanaylar va chaparmanlar har zaman uyg'unish ideyalariga to'sqinlik qilishga urinib turdi hamda mustamlika qilingan millatlardagi erkinlik, mustaqillik, kimlik, adolat va qimmat qarash engini burumlashga yoki ojizlashtirishga yoki millatning diqqatini asosliq masaladan boshqa tarafga burashga harakat qiladi. Mustamlika ideyasidagi qalamkashlar barmoqlarini, qalamlarini va tilini tajovuzchilarning planlari va fikrlarini bozorga solish uchun xizmatga soladi. Chunki tajovuzchilar o'zlarining planlarining oshkorlanib qolmasligi uchun o'zlariga vakolatan so'zlaydigan yoki yozadigan setilma qalamkashlarga muhtoj bo'ladi albatta. Mustamlikaga yo'liqqan har qanday bir millatda tajovuzchilarning manfaatlari va ideyalari uchun chakarchilik qilgan, ideyasi zaharlangan va axloqi buzilgan qalamkash qurtlar tepilib turdi. Qalamkash qurtlar mustaqillik ideyasidagi siyosiy iqimlarni ojizlashtirish, sog'lom ideya egalariga qalpoq kiydirish,
ular haqida fitna ig'vo tepish orqali ish qilg'izmaslik, sog'lom harakatlarning e'tiborini tushirish hamda parchalashga urinish qatorliq ziyonli ishlarning hammasini qilishdan bosh tortmaydi. Jamiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yozmalaridan o'zindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.